Hoji Hazrati Alloh o'zining rahmatiga olsin. Biz inshaalloh hozir Abdulaziz Xordomlarga aytdik, albatta ruxsat bo'lsa borib Hazratimizni ziyorat qilib o'tamiz inshaalloh taala. Hazratimiz ham 500 yilda, siz biling ey qirg'iz eli, 500 yilda bir sizga ulamo keldi, u ham shu hoji kabi hazrat bo'ldi. Alloh taolo sizlarni mana shunday 500 yilda, 100 yilda emas, 500 yilda keladigan ulamoni Alloh sizdan chiqardi. Nega? Qalbingizdagi Qur'on sevgisini ko'rdi. Nega? Qalbingizdagi Qur'on ishqini ko'rdi. Shuning uchun Qur'onni sizga berib Alloh yurtingizni mana unday munavvar ayladi. Alloh yanada ziyoda qilsin. Muftiy hazratlar bilan hozir nonushtada abedda o'tirib so'zlashib, yana bir quvonchli xabarlarni o'zlari ham aytdilar. Albatta zotan yana dunyo musobaqalari sizni elingizda o'tkazishligi bu katta bir yutuq. Allohga shukr, mana sizning elingizda ham mana shunday Qur'on yutuqlari bo'lyapti. Bizning elimizda ham Allohga shukr, Alloh ham berib 9-avgust kuni prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev